Assalomu alaykum. Agrahim Group Xitoy Chigit Telegram guruhimiz a'zolari. Mana bugun biz 21-may 2026-yil Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidagi qaysi bu fermer xo'jaligi? Mo'minov Adhamjon Islomqulovich fermer xo'jaligini mana fermer Akmal aka bilan gaplashib turibmiz. Bu maydonda 15 gektarlik dala ekan. 15 gektarlik dalada har bir gektarga 35 kilodan bizlarni mana shu Xilizao 72 urug'imiz ekilgan ekan. 35 kilodan. Mana 2-aprel kuni ekilganmidi? 2-aprel kuni. 2-aprel kuni. Mana hozir kelib, mana fermer bilan gaplashib turibmiz, Akmal aka bilan. Mana ko'ryapmiz, mana g'o'za juda yaxshi bo'y olib, mana shonalab qopti mana. Mana shonalagan mana shonalab qolgan. Mana juda rivojlanishi juda yaxshi, rivoji juda yaxshi paxtani. Endi faqat ozgina har joyda hali begona o'tlar bor ekan. Keyin begona o'tlarga ishlansa, endi glifosat gerbitsidi bilan bizlarda bu Xilizao 72 urug'imiz G'o'zanavi, Xitoy G'o'zanavi nimaga glifosatga chidamli. Shu glifosat bilan ishlang. Keyin ham bo'yi o'sib ketyapti ekan, sojian qo'shing deyapmiz. Sojiandan bir 20 gram ham qo'shsa bo'lar ekan, ancha bo'yi o'sib qopti. 20 gramdan har bir gektariga glifosat gerbitsidi. Shiraga agar nima bo'lsa, bir ikki joylarda bor ekan, yani shiraga ham qo'shib ishlash mumkin. Shiraga ham qo'shib ishlash mumkin. Shularni faqat bir shtangoyida 600 litr suvini 2 gektarga cho'miltirib sepish kerak. O'sha suvni hisobiga cho'milib hali begona o'tlarni tanasiga ham hamma joyiga hali dorili gerbitsid teksa yaxshi nima bo'ladi. Endi hozir shu namligi nima ekan, siz endi keyinroq sug'oramiz deyapsiz, chunki hozir sug'orsa endi nima bo'ladi, endi o'sib ketib qovlab ketadi. Shuning uchun sojian bilan bir ishlov qilib, o'sha gerbitsid qo'shib, glifosat, shiraga qarshi dori qo'shib ishlang. Juda yaxshi bo'lyapti ekan, hosilingizga baraka. Mana shu juda zo'r hosilni, tuhsonni juda yaxshi olibsiz. Endi bu bilmayman, endi bir sanab ko'rish kerak, bir mutaxassis sifatida bir 230 ming ko'chat bormi, 220 ming ko'chatmi bor bu taxminan shuncha. Ha? Undan ham ko'proq, ha? Balki 240 mingdir, bir sanab ko'rish kerak-da hali. 250 minggacha darsan. 250 minggacha bir gektarda tuhson bor deyapti, ana fermer Akmal aka. Ana shunday haqiqatan ham juda zo'r yaxshi tuhson olingan mana. Tuhson juda olingan, shonalab qolgan mana. Ko'rdik mana. Ana shunday. Hosilingizga baraka Akmal aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyin ham kelib bir ko'ramiz dalangizni, nasib bo'lsa rivojini yana ham kelib bir nima qilamiz.